Qizim. Bu yerda chakish mumkinmi? Uzr, aka, uzr. Sekin yugurma, tezroq kel, kech qolma. Voy, mana qizaloqqa, menga qara. Qashini yozsanmi? Assalomu alaykum. Ertaga bog'cha pulini oyisidan berib yuborarsizlar. Buni onasi yo'q edi. O'zim olib kelib bera qolaman. Mayli, siqilmang, men ham ajrashganman. Siqilayotganim-yu. O'zi shu kunlarda ajrashlar ko'payib ketyapti. Xohlasangiz ishdan bo'sh vaqtlarimda uy ishlarida qarash bormi? Yo'q, rahmat. Qo'ni-qo'shnilar gap qilib Qo'shnimiz bor, bitta babulla. O'sha nomerini bering, uy doim rasvo bo'lib yotadi. O'shaning uyini tozalab bering. Xohlasangiz ertaga soat 5 dan keyin bo'shmi? To'xtang. Keling, har xil namyoklasiz ochiqchasiga gaplashib olamiz. To'g'risini ayting. Obedda kashasini yeyaptimi, yemayaptimi? Chunki uyda вообще janjal qilyapti men bilan. Bor-ku, qanaqa kash berishni bilmayapman. Dadamga oyi kerak. Oyi kerak deysanmi, qizim? Chiqmayapti-ku. Qizingiz bilan anchadan beri yolg'iz yashaysizmi deyman? Ha, nima edi? Понятно, bir xil bo'lib qopti-da. Ha?